bugun yana yangi gостиница ko'chdi. Sayohat qilamiz. Mana bugungi xonamizdan rum tur qilamiz. Kirish yo'li bilan sirazi bizani o'ng tarafda shkaf kutib olar ekan. Skvozniy eshigini juda ham qattiq yopdi. Mashinasiga xor qoldim. Boshqa gостиницаlarda ko'rmagan edim hali. Kiyim quritadigan bu narsa. O'zi o'chib turibdi. Siqqin bo'ladi. Shkaf kattaligini ko'rasizlarmi? Yamti kattakon oyna. Sirazi chap tomonimizda tualet, dush kabina, chiqishingiz bilan feni bor. Mana fendaji ishlayapti ham daji. Yangi telefonga gap yo'q, lekin dush kabinaning o'zida telefon qorasiz. Mana bu detallari, alohida narsalari bor. Apti to'kka tiqadiganigacha bor-da. Mana bu oyna soqol oladigan oyna xommomiga boshqa gap yo'q. Mana bu kattakon oyna kutyapti bizani. Sirazi shkaf. Shkafning ichida panni xalat, tujli kiyimlarni ilib qo'ydi. Mana bu yumshoq veshalkalar, dazmol qiladigan dazmollarigacha tapchkani bittasini kiyib oldim endi men. Hop, mana bu kofe tayyor уже, завтракlarimizni o'zi tayyorladi. Atak завтрак ichida ekan. Mana bu xonaga yetgancha kravatda alohida gaplashdik. Ikkita alohida kravat. Bu yerda ham xuddi bizning xonadagi ikkitadan yastu. Har bitta odamga mashinasiga odam maza qilyapti deydi. Anta ham ikkitadan yastu. Naryoqda kartina edi, bu safar endi devorga prama freska deyiladimi, nima deyiladi, mana shunaqa qolishdi. Video va shu alohida tema hozir mana video ko'rsataman. Toli joydamiz. Tipa Amir soyiga keldi. Bu videoni o'zingiz ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Gap yo'q ekan. Betga xudo xolisa qishda kelamiz. Balkoniga ertalab xudo xolisa zavtrak qilib, normalniy ovqatlanamiz. Hop, bu yoqda yana telefon o'zaniki. Mana bu telefoniga boshqa gap yo'q. Reseptionga bitta nomerda telefon qilsa bo'lar ekan. Menyu berishdi. Televizor bitta non tarafi, YouTube yo'q ekan. Yana alohida bitta tema. Qo'shnilarimiz bor bizani. Qo'shnilarimiz prami eshik yonma-yon. Shunda eshikni ochsak, ularga do'stpanni bitta общий kravat gaplashganmiz. Shu bilan obzorimiz tugadi. Ertaga zavtrakda gaplashamiz. Nafas